Hammaga assalomu alaykum. Ushbu videomizda saytimiz orqali Telegram kanalingizga qanaqa qilib tayyor foto va videolarni jo'natishni ko'rsatamiz. Bizga ikkita narsa kerak bo'ladi. Telegram bot tokeni hamda kanal kerak bo'ladi. Birinchi bot ochamiz. New bot. Hop, testlik qilib ochamiz. Test travel botni linkini yozamiz. Test travel bot bo'ldi. Bu bor ekan. Boshqa ochamiz. Test travel 221 bot bo'ldi, ochildi. Demak, bizga bu yerda bot token kerak bo'ladi. Buni ko'chirib olamiz. Hamda mana bu yerga qo'yamiz. Mana editda bossak, bu chiqadi. Bu yerga saqlanib qolamiz. Endi bizga kanal kerak bo'ladi. Yangi kanal ochamiz. Publichniy, private kanal qilib qo'ymanglar. Publichniy kanal bo'lishi kerak. Va mana shuni kopirovat qilib olamiz bu kanalimizni. Hop, bu yerga qo'yamiz. Обязательно oldida sabachka bo'lsin. Bo'ldi. Va saqlanib qilamiz. Mana tushdi. Hop, endi boyagi botimizni bunga admin qilib qo'yamiz. Botga kiramiz. Mana bu bot. Administrator tashlaymiz. Administrator bo'ldi. Mana endi turlarga kiramiz. Bitta turni jo'natamiz. Bu yerdan tushdi. Bo'ldi, mana tayyor bo'ldi. Multifoto, adin foto qilamiz. Adin foto ham tushdi mana. O'zingizlarning original kanalingizga, glavniy kanalingizga jo'natmoqchi bo'lsanglar, bu yerda testda tayyorlab olib, asosiy kanalga jo'natish uchun boya yaratilgan botda, demak, asosiy kanalingizga admin qilasizlar. Bu botni admin qilib qo'yasizlar va kanalingizlarni silkasini, mana travel test channel silkasini kirgizib qo'yasizlar shu yerga. Va bo'ldi. Bu avtomatik tayyor reklamalarni jo'nataveradi. Agar yana testoviga o'tkazaman desanglar, buni yana edit qilib turib, testoviy kanalingizlarni kirgizib qo'yasizlar. Testoviy kanalga tushaveradi. Glavniy kanalga kirgizsangiz, yana glavniy kanalga o'tadi. Lekin boyagi botni u kanalga kirgizib qo'yish esdan chiqmasin, bo'lmasa ishlamaydi. U botning asosiy vazifasi mana shu sayt bilan sizlarning kanalingizlarni bog'lab turadi. Saytdan ma'lumotlarni olib kanalingizga tashlab beradi.